Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. 400 kvadratlik obyekt usta akamiz Nodir aka tomonidan juda ham chiroyli holatda bitkazilibdi. Bitta remontimizga baho berib qo'yasizlar. Hozir bu remontni ko'rgandan keyin hammalaringiz o'zi bittadan like deb bosasizlar kamida. Aziz obunachilar, remontga bitta baho berib qo'yinglar. Fasad qismini mana shu chiroyli holatga jiddiy transitsiya qilib berganlar, juda ham chiroyli qilib bitkazib berganlar. Yaxshi niyatda bir dona like bosinglar. Like bosgan akalarimizga kamida bittadan mana shu chiroyli uylarda yashash nasib ro'za aylasin. Bundan tashqari mana shu chiroyli azizlar kabatulloqlargacha ham chizib berganlar. Sizlar faqat rasmni ko'rsatsangiz bo'ldi. Xohlagan fasonlaringizda bitkazib beradilar. Bu uyimizni 400 kvadratlik obyektni 20 kunda ichida bitkazib berganlar. 1 kvadrat metri ustaqi, mahsulot, hamma narsasi ichida $11 bo'libdi. Narxi вообще dahshat. $11 berganlaringizdan keyin даже bitta samarangizni olib bermaysizlar. Hammasi ichida bo'ladi. Devorlaringiz tomon shu holatga kelguncha. Bemalol aloqaga chiqinglar, $9 boshlanadi, narxlar to $13 gacha. Xizmat turlari juda ham ko'p. Aziz obunachilar, bemalol murojaat qilasizlar. Naq 10 yilgacha garantiya beradi, lekin remont вообще dahshat chiqyapti. Albatta bir dona like'larni aymanglar. Uyimda mana shu chiroyli, zamonaviy remont qilaman degan akalarga videomizni tashlab qo'yinglar. Bunaqa fason hali hech kim qilmagan birinchilardan bu. Mana usta akamiz Nodir aka qilib beryapti. Albatta mehnatlariga bir dona like aymaysizlar.